Issiqqina choylar bilan mazasi og'izda eriydigan pechenye pishiramiz. Ishni birinchi bo'lib 500 gram unni yaxshilab elakdan o'tkazib olib, unga 250 gram margarinni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Un bilan margarinni yaxshilab urvoq holiga keltirib olamiz. Unni o'rtasini ochib olib, unga 3 ta tuxum sarig'i, 200 gram yog'li smetana, 1 choy qoshiq razraxitil, 1 choy qoshiq vanilin qo'shamiz. Xamir o'rtacha yumshoqlikda tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamirdan olib, yong'oqdek keladigan dumaloqchalar yasab, shakl beramiz. Xamir yumshoq va mayin bo'lgani uchun shakl berib turganda qo'lga yopishib bizni qiynamaydi, osongina bo'ladi. Manda 29 dona zivalachalar bo'ldi. Sizlar shakl berishlariga qarab ko'proq yoki kamroq chiqishi mumkin. Tayyor bo'lgan zivalachalarni ustiga o'rab, tindirganni olib qo'yamiz. Bu orada biz boya qolgan 3 ta tuxum oqidan nachinka tayyorlaymiz. 3 ta tuxum oqini idishga solib, 1 qoshiq choy qoshiqda tuz solib, 180 gram shakarni oz-ozdan solib mikserlaymiz. Tuxumni ko'pirtirganimizda mana shunday og'darganda ham oqmaydigan bezak tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan bezagimizga qo'shimcha qilib 100 gram yer yong'oqni maydalab oldim. Sizlar xohishlaringizga qarab yong'oq qo'shsalar bo'laveradi. Tayyor bo'lgan zivalachalarimizni yoyishni boshladim. 1 choy qoshiqdan bezak solib, yoniga 1 choy qoshiq yer yong'oqdan solib, mana shunday videoda ko'rib turganlaringdek qilib buklab chiqamiz. Pechenyemizni yonlarini vilka bilan bosib chiqsak, pishib turganida ochilib ketmaydi. Bu pechenyemizning nomi chig'anoq pechenyesi deyiladi. Sizlarga ham albatta tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Juda ham mazali, mayin pechenye bo'ladi. Tugilib, tayyor bo'lgan pechenyelarimizni pishiriq qog'oz solingan listga terib, oldindan qizib turgan gaz pechiga 160 gradusga qo'yib, salgina qizarguncha pishirib olamiz. Mana pechenyelarimiz pishib chiqdi. Ozgina sovigandan keyin ustiga shakar upasi sepib chiqamiz. Hammaga yoqimli ishtaha tilab, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.